mana bu ko'rib turgan narsalarni baklash bo'ladigan apparat qabul qiladi. Buni baklashgani qayta ishlaydigan biznesmen tog'alarim bu narsani hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Baklashkada mana bunaqa emblema bor. Mana bu emblema bu yerda ham bor. Hozir baklashgani shu narsasini bosib shunday keladi, baklashgani bo'ladi. Baklashgani qabul qiladi. 15 sentda baklashga. Qabul qilib olgandan keyin qo'lni baklashdan so'ngan keyin bosingiz. Agora chek beradi. 15 sent. 15 sent chek beradi. Bu chek bilan mana shu apparat qaysi magazinda joylashgan bo'lsa, o'sha magazindan qabul qilishingiz, narsasiz xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu baklashkani Bratislavada 15 sentdan oladi, keyin boshqa viloyatlarida 13 sentdan oladi. Masalan, Trenjinda 13 sent ekan. Trenjinga borganimda ko'rgan edim. Germaniyada esa 25 sentdan qabul qiladi. Bu apparatni albatta O'zbekistonga olib kiringlar, biznesmen tog'alarim. Olib kirsalaring yaxshi bo'lardi. Odamlar bu narsani baklashgani magazindan suv olsangiz, masalan 30 sentga suv olsangiz, kassaga kelsangiz 15 sent qo'shiladi ustiga, 45 sent bo'ladi bitta suv. O'sha baklashgani qayta siz sotib olasiz va qaytarib sotasiz. Bu ko'chada baklashkalar musor bo'lishining oldini olib, Instagramda bolalar hozir ariqlar bir joylarni tozalayapti. Eng ko'pi baklashka. Agar shu apparatni olib kirsalaring, shu narsani yo'lga qo'ysalaring zo'r bo'lardi. Hammasilardan xursand bo'lardi. Ishlaringga omad.